sizlar bilan kechki parvarish haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda yuzimizni tozalab olishimiz kerak. Kun bo'yi biz makiyajda yoki changda yurgan bo'lamiz. Shuning uchun bizga nima kerak? Gidrofilniya masla kerak bo'ladi. Agar og'ir makiyajlarda SPFlarda yurgan bo'lsak, gidrofilniya maslada quruq yuzda artamiz. Yoki yengil makiyajlarda yurgan bo'lsak, shunchaki mitsellarni voda ishlatsak ham bo'laveradi. Ikkinchi bosqichimiz yuzimizni yuvib olish, tozalab olishimiz bo'ladi. Buning uchun bizga pemka kerak bo'ladi. Pemka ishlatamiz. Undan keyin yuzimizni namlab olishimiz kerak. Namlash uchun bizlar bilan toner ishlatamiz. Tonerda yuzimizni namlab olganimizdan keyin, chuqur namlangandan keyin vitaminlarni ishlatamiz, sivritka. Menda sivritka Centellaniki, bu chувствительный ko'chalarga, yog'li yuzlarga, hamma yuzlarga tushib ketaveradi. Undan keyin albatta krem ishlatamiz. Питательный увлажняющий. Menda aksessuardan. Yoki bunaqa krem ishlatsalar ham bo'laveradi, yoki bunaqa krem ishlatsalar ham bo'laveradi. Etapim lablarimni ham namlab olaman yoki balzam yoki masla ishlatib. Hozir yuzimni tozalab olganman. Shu holatda yuzim shu narsalarda hammasini ishlatganimdan keyin. Rahmat ko'rganlar uchun sog' bo'linglar.